Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? O'ta ayanchli holat. Nima deb o'ylaysizlar buni? Mana bu tomir miyaga kirib ketgan katta o'q tomir uyqu arteriyasi. Mana yopib qaranglar, trombni ko'ryapsizlarmi? Mana yog' bilashga yopib, sizlar tushunib olishlaringiz uchun mana qon oqimi kelyapti-da, tor joydan yinaning uch joydan o'tib ketyapti. Yopilib qolgan. Mana isboti tezligini mana o'lchayapmiz. 4.7 bu 90-95% yopiq degani. Mana siz yana video bez nimasiz, mana bu toza joyi tomirda. Mana bu yopilib qolgan shu bilashga, shu xolesterin, shu yog' biz yomon ko'radigan, biz har doim yomonlayotgan yomon xolesterin, mana yog' bosdi yuragim bu deysizlar, mana o'sha yog'. Mana xolesterin bilan yopilgan. Eng ayanchlisi ikkala tomiri ham yopiq, o'ng va chap. Juda ayanchli bu holat. Davleniya 200 dan tushmagan. Asosiy shikoyat nima? Oddiy davleniya. Tasavvur qilyapsizmi? Davleniya tushmagan xolos, boshqa bir shikoyat bo'lmagan. Qiziqib, nimaga tushmayapti davleniya? Olmagan dorilarni ichida qolmagan. Bir ko'rdim, qiziqib, mana sirasi topildi. Xudoning qudrati bilan mana shu bilashgani topib oldik, bo'yin tomiridagi. Mana biz nima uchun qo'rqamiz qon bosimdan? Nimaga vaqtida shu davolaninglar, vaqtida dorisini ichinglar deymiz, bu tekshiruvni o'tkazinglar deymiz. Yevropa, Amerika bu tekshiruvsiz jangingiz ham qo'ymaydi, davolamaydi ham davleniyani. Ya'ni bo'yin tomiri doppler, bo'y больница xususida bo'ladi. Davlat больницаlarida ham bor. Oddiy arzon, beziyon tekshiruv, lekin nimagadir tushirilmaydi, qilinmaydi. Mana shunaqa yopilib bo'lgandagina murojaat qilib kelishadi mana. Maqsadimiz nima? Shuni oldini olish kerak. Endi buni hozir operatsiyaga jo'natsak, ochiq operatsiya qilaman, nimaga deydi? Ikkala tomoni ham yopiq deydi. Buni shu kichkina joydan bir stent qo'yib turib, kirgizib turib, bir narsa qilsa bo'lsa kerak endi. Juda bir qiyin bir holat. Qaranglar, tomosha qilib turibsizlar. Yo bu bilashga mana tomirning ichini to'ldirib bosib qo'ygan. Tromb deysizlar, endi xalq tilida buni mana nimadan qo'rqamiz? Shu yog' bosishi, shu davleniya, bu sahr, bu chekish, bu yomon yog'lar iste'mol qilish, kam harakatlilik, stress. Mana nimalari ko'p buni. Noto'g'ri ovqatlanish. O'shancha sog'lom turmush tarzini kechiringlar, sog'lom hayot kechiringlar, bekorga baqirib yurishmayapti. Mana shu narsalarni oldini olish maqsad. Men o'zim boshim qattiq, o'zim o'ylanib turibman, nima qiladi endi buni? Ochiq operatsiya qiladimi? Nimaga? Narigi tomoni ham yopiq. Buni ochsa, buni tikib qo'yish kerak edi, ikki tokkasini. Tikib turmaydi, qisib turmasdan mata operatsiya qilinmaydi. Qisib qo'ysa qon bormaydi-ku bu yoqdan. Narigi tomirdan qon borib turish kerak. U tomir ham yopiq. Mana endi pulingiz bo'lsa ham, imkoningiz bo'lsa ham qiynalib o'tiraveradi endi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, videoga bitta like bosib qo'ying. Shu darajaga bo'lmasligi uchun vaqtida o'z sog'lig'ingizga e'tibor bo'lib, tekshiruvlardan o'tib turing.